Zinka Go'dan judayam zo'r byudjetli naxodkalar. Birinchisi Lux Visage'dan shunaqa gellar bravey. В целом menga yoqadi, lekin men buni har kun ishlatmagan bo'lardim, chunki qoshimni to'kib yuborgan ozgina. Keyingi naxodkamiz Nivea'dan shunaqa увлажняющий для губ. Hidi buni judayam zo'r. Kichkinaligimizda olchali konfet yoki barbarisса hidi bo'lsa eslasanglar, xuddi shu konfetlarni hidi. Ozgina ottеnkasi bor. Shunaqa розовый оттенок bo'lib qoladi. Bungisi ham lab uchun va bu shunaqa blesk и масло. Lux Visage'dan. Judayam легкий оттенок. Har bilinmas такой персиковый цвет. Eng muhimi zo'r увлажнять qilib beradi va легкий makiyajlarga to'g'ri keladi. Keyingisi bu shunaqa qalam. O'g'lim bog'chadan kelganda. Buni bugun zakaz qilib ko'rdim, поэтому hozir sizlar bilan birga test qilib ko'ramiz. Qaranglar, applikatori juda ham zo'r ekan. Vau, surilishi juda ham zo'r ekan. Qizlar bilasizlarmi, men adashibman. Bu qalam emas, lip krem, точнее pomada ekan. Menga yoqdi. Такой не матовый и не блестящий. Va surilishi ham удобный. Однозначный лайк. Bularni hammasini men Korzinka Go'dan zakaz qildim va undan tashqari ularda hozir aksiya ketyapti. O'rtog'inglarni Korzinka Go'ga taklif qilsanglar, sizlarga va o'rtog'inglarga ham выгодный promokod beriladi. Обязательно воспользоваться qilib ko'ringlar. Sizlarga qaysi produkt yoqqanini kommentariyaga yozib qoldiringlar.